15-birinchi savol. 0.15 mol fosfin to'liq yonishidan hosil bo'lgan fosfat angidrid kalsiy gidroksid eritmasidan o'tkazildi. Hosil bo'lgan kalsiy gidrofosfat massasi kalsiy gidrofosfatdan 4.9 gram bo'lsa, kalsiy gidrofosfat massasini aniqlaydi. Xo'p, demak, fosfin yonganda fosfor 5 oksid hosil bo'ladi. Fosfor 5 oksid kalsiy gidroksid bilan ta'sirlashib, ikki xil tuz hosil qilgan gidrofosfat va digidrofosfat. Ushbu reaksiyalarni yozamiz. Koysak, 3 qo'yamiz, 4 qo'yamiz. 2 moldan 1 mol hosil bo'lsa, 0.15 moldan qancha hosil bo'ladi? 0.75 mol hosil bo'ladi. Chunki 2 ga 1 nisbat teng bo'ladi. Bu fosfor 5 oksidimiz endi kalsiy gidroksid bilan ta'sirlashib, kalsiy gidrofosfat hosil qilgan. Mana shu yerda fosfor 2 taringni olganda 2 qo'ysak reaksiya teng bo'ladi. Fosfor 5 oksid yana ma'lum bir miqdori kalsiy gidroksid bilan reaksiyaga kirishganda kalsiy digidrofosfat hosil qildi. Hop, bu yerda suv reaksiya avvalida bo'ladi. Reaksiyamiz shunda teng bo'ladi. Endi 1 moldan buning massasi 136 ga ko'paytirsam 272 gram bo'ladi. Buni x mol yozsak, x molidan 272 x chiqadi. Buni 1 moldan buning massasi 234 gram. Y mol oladigan bo'lsak, y-dan 234 y hosil bo'ladi. Endi shuni tenglamasini tuzamiz. Ikkalasi birgalikda 0.075 mol. X plus y-imiz 0.075. Xo'sh. 234 y-dan buni ayirishimiz kerak. Sababi masalada gidrofosfat massasi digidrofosfatdan 4.9 gram kam. Bundan buni ayiramiz. 234 y minus 272 x teng 4.9 ga. Ana endi bizdan oxirida kalsiy gidrofosfatni massasini so'raganligi uchun x qisqartirishimiz kerak. X qisqarish uchun tepani 272 ko'paytiramiz. Tepada tenglamani 272 x minus 272 y bo'ladi. Buni 272 ni ko'paytiradigan bo'lsam 20.4 bo'ladi. Ana endi bu tenglamada ayirish emas, qo'shish orqali x larni yechtirib olsak bo'ladi. 272 musbat x ga manfiydan bo'lgan 272 x qo'shilganda yechib ketadi bo'ladi. Ikkalasi. Endi musbat ikkalasi ham yiriklarimiz 234 yirik va 272 yiriklar bir-biriga qo'shilganda 506 yirik hosil bo'ladi. Tenglama natijalarini qo'shamiz. 20.4 ga 4.9 ni qo'shsak 20 emas, 25.3 bo'ladi. Yirik teng 25.3 ni bo'lib qo'yamiz. 506 ga teng 0.05. Demak, buning miqdori 0.05 mol ekan. Massasini shunda topsa bo'ladi. Massa kalsiy gidrofosfat. Demak, massasini topish uchun 234 ni ko'paytirish kerak 0.05. Va buni yarmi 117 bo'ladi. 117 dan 10 marta kichkina bo'ladigan bo'lsa 11.7 gram degan javob chiqarsa g'ayrat. Xo'p, keyingisi endi 16.1 konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida uglerod eritasi eritma massasi 32 gramga kamayadi. Xuddi shunday miqdordagi oltinga suyultirilgan nitrat kislotadan o'tkazganda eritma qanday kamayadi deydi. Endi biz mana shu kamayganga e'tibor berishimiz kerak. Uglerodni konsentrlangan sulfat kislotaga ta'sir etkazamiz.
yerda 2 qo'ysin, neyse teng bo'ladi. 1 mol ugleroddan 1 mol karbonat hosil bo'lyapti. Buni 44 gram deb yozib olamiz. Buni 64 dan 2 ko'paytirsa 128 gram deb yozib olamiz. Sababi sizga eritma massasi qancha kamayayotganini kerak. Bu ikkala gaz eritma massasini kamayishiga sababchi bo'lyapti. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 172 gram bo'ladi. 172 gramga kamaygan bo'lishi kerak, lekin farq 172 emas, sababi 1 mol uglerod qo'shilgan. 1 mol uglerodimiz massasi 12 gramga teng bo'ladi. 172 dan 12 ni qo'shilgan 12 ni ayiradigan bo'lsak, farq 160 gram tashkil qiladi. Endi masaladagi farq 32 gram. Shu orqali biz uglerodning miqdorini topolsak, 1 ni 32 ko'paytirib 162 bo'ladigan bo'lsa, 0.2 mol degan javob kelib chiqadi. Ana endi xuddi shunday miqdordagi oltin gutdagi, oltin gut nitrat kislota bilan ta'sirlashgan, suyultirilgani bilan sulfat kislota bilan azot dioksid hosil bo'ladi suyultirilgan. Shu yerda bu plus 0 dan plus 6 o'tyapti, 6 elektron, 5 dan 2 o'tyapti, 3 elektron. Demak 2 mol kerak bundan. 2 qo'yamiz. 2 qo'yamiz. Teng bo'ladi. Ana endi 1 molidan 1 mol oltin gut qo'shyapmiz. 1 mol oltin gut qo'shganimizda mana bu chiqayotgan gazimiz farqini aniqlab olamiz. Buni massasi 30. Xo'p, 30 ni endi 30 ni 2 ko'paytirsak 60 gram gaz chiqyapti. 1 mol oltin gut qo'shilganda 60 gram gaz chiqyapti. 60 dan qo'shilgan oltin gut 32 gramni ayiramiz. 60 dan 32 ni ayirsak 28 gram farq yuzaga kelishi kerak. Endi 0.2 mol oltin gutdan qancha farq yuzaga kelishini aniqlaymiz. 208 0.2 ko'paytirsak 5 butun 6